Birovning gunohotlar hammaga salomatmisizlar. Hop, bugun sizlar bilan rating phone analiz qiladigan analiz qilib chiqamiz inshaalloh. Passage 1, passage 2 and passage 3 -ni. But before that, so we're going to start from the passage 1, and passage 1 was going to consider dinosaurs footprints and extinction water, and we've got from 1 to 6 yes or not given questions, and from 7 to 13 sentence completion. Ya'ni unaqa qiyin emas, lekin nisbatan qilib ko'rgan bo'lsanglar, endi so'zlarni ozgina tushunish qiyinroq bo'lgan bo'lishi mumkin, ozgina qiyinroq bo'lgan bo'lishi mumkin. U nisbatan unaqa qiyin emas. Hop, inshaalloh mana shu narsani niyat qilib qo'ydim. Shu mana shu readingni qo'ldan analiz qilamiz. Ya'ni passage 1 ni, passage 2 ni, passage 3 ni ketma-ket qilamiz. Birinchi passage 1 dan boshlaymiz. Hop, true false not given qilayotgan, yes or not given qilayotgan shu bilasizlar, biz polni maqsadimiz to'g'ri javob topish emas, nimaga noto'g'riligini ham analiz qilish bo'ladi. Dr. Paul Olsen and his colleagues believe the asteroid knock, asteroid shu qulashi yoki aniq qilishi tushishi may also lead to dinosaurs boom deyapti. Ya'ni shu dinozavrlarni yuvib ketishiga sabab bo'lgan turib aytyapti. Tezdan aytib turaman, aytib beryapti, lekin bizga hammani fikri emas, bizga kimmi? Dr. Paul Olsenning fikri muhim hisoblanadi. Something big hit the Earth 65 million years ago when the dust had fallen or had the great reptiles. The result is nice of iconic symmetry, the idea is somewhat brought by dinosaur rise. This is the thesis in the Constitution of Quality University of Water, thesis water, proposed by Paul Olsen and his colleagues water. Very good. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana mana shu narsa asteroid noqiyapti. Something big hit the Earth deyapti. 65 million oldin nimada tushgan yerga deyapti. Katta narsa evolution orqali reptilelar yo'qolib ketgan. Turib beryapti. Shu reptiliyalar, tam dinozavrlar yo'qolib ketgan va bu fikr kim anaqasi bo'lyapti? Fikr bo'lyapti. Dr. Paul Olsen bo'lyapti. Hop, not given qilamiz nimaga? Chunki asteroid haqida bor, dinozavrlar yo'qolib ketish haqida bor va odamning fikri haqida bor. Non qilolmaymiz nimaga? Chunki bu tezis, ya'ni bu fikr kimga qarashli bo'lyapti? Doktor Paul Olsenga qarashli bo'lyapti. Shuning uchun bo'lmaydi. Javob bo'lib ketadi, yes bo'lib ketadi. Next, books and movies like Jurassic Park often exaggerate the size of the dinosaurs. So, kitoblar hamda movielar Jurassic Parkga o'xshagan movie kitoblar often exaggerate the size of the dinosaurs. Ya'ni shu dinozavrlarni razmerini как bo'rttirib yuboradi o'zi, например, aytaylik, как razmeri mana bundoq bo'lsa, no, kitob, filmlarda mana bunaqa qilib yuboradi deb turib aytyapti-da, ya'ni slishkam anaqa qilib yuboradi, bo'rttirib yuboradi deb aytyapti. Hop, mana bu yerda ekan deshmasam, mana shu yerda ekan layoutimizda. Dinosaur first appeared 230 million anaqa bo'lgan, but they were mostly small, kichkina bo'lgan deyapti. And they shared the earth with lots of other sorts of reptile deyapti. Ya'ni boshqa reptiliyalar bilan birlashgan. It was in the subsequent Jurassic, which began to 202 million years ago. They overran the planet. The planet overran it and turned it into monsters depicted in books and movie Jurassic Park. The dinosaurs that appeared on the screen were from the still more recent period deyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda endi size'ga taalluqli bo'lgan narsa bitta dona bitta bo'lyapti, small bo'lyapti. Ya'ni bu yerda o'zi umumiy faktik narsa aytyapti. İşte birinchi 230 million oldin anaqa bo'lgan, kichkina bo'lgan, u va boshqa reptiliyalar bilan yashab yurgan deyapti. Lekin bu yerda o'sha anaqa bo'lgan, bosib olgan yoki anaqa qilib tashlagan deyapti. Lekin aslida bu yerda book hamda Jurassic Park movie'da hech qanaqa nimasi haqida bermayapti, size haqida hech qanaqa informatsiya bermayapti. O'shani hisobiga biz nima qilamiz buni? Yes ham no ham qilamiz. Просто no bo'ladi, not given bo'ladi. Samasaba o'ylashingiz mumkin, da kinolar yoki kitoblar чтобы интересныйroq qilish uchun baribir bo'rttiradi hamma narsani deb turib, takka o'ylab yes qilib olmaydi. Bu noto'g'ri narsa hisoblanadi. Ya'ni readingda sizlarni fikringiz muhim emas, ya'ni nima? Bu yerda berilgan narsani, ya'ni to'g'ri tushunishinglar va to'g'ri javob topishinglar muhim hisoblanadi. Bunaqa o'zimchalik o'ylab olmaymiz. Next, dinosaurs footprints are more adequate data than the dinosaurs skeletons data. Yani footprintslar, ya'ni shu oyoq izlari ko'proq topiladi data, chem more accessible data, chem nimadan ko'ra, skeletdan ko'ra, skeletlardan ko'ra data. Xayrli asteroidlar bo'lib anaqa. Mana bu ko'rayotgan bo'lsa, dinosaur skeletonslari, skeletlar nima bo'lyapti? Rare degani ular bo'ladi, kamdan kam uchraydi. Dinosaur footprintlari are, however, surprisingly abundant dot. Abundant degan adequate synonym hisoblanadi. Ya'ni bular ko'p uchraydi dot. So that's why nima ketadi bunda? Просто yes bo'lib ketadi. Manimcha oson shakl. Yo'q, balki shunaqa tuyulayotgandir.
Hop, xullas. The Prince were chosen by Dr. Olson dot ya'ni o'sha Prince ya'ni oyog'izlari Dr. Olsondan tanlangan. Что nima qilish shu? To study because there are more detectable ya'ni ular ko'p detectable hisoblanadi. Chem nimaga qaraganda Earth's magnetic field to track the date of yer o'sha magnitni anaqasiga trackiga qaraganda detectable ya'ni o'sha anaqa qilishga topishga bilishga o'rganishga anaqaroq osonroq bo'ladi. Nimaga nimasidan o'rganishga? Track the date of geological pressure within the thousands of years deb turib aytib beryapti. Okay. Dr. also consider for concern the prince not one. Bu yerda ko'rayotgan mana. Nimaga concentrate qilyapti bu yerda? Indication of the size, base, skeletons themselves. Bu yerda anaqasidan ko'ra, bonusdan ko'ra bilan printiga ko'proq ahamiyat bergan ekan. Mana bu narsa topshirish kerak. The Goshen Mermaid is a part of the world that's full of rifts, valleys to those in East Africa today, like the modern African rifts, valleys that American ones contained lakes. These lakes grew and shrank at regular intervals because of the climate change caused shift in the Earth's orbit and all the kind of similar phenomena responsible for modern ice ages. This regularity data combined with the reveals in the Earth's magnetic field, what magnetic field today, which are detectable in the tiny fields of certain magnetic minerals. Yani detectable data, yani shu ko'rinishi mumkin nimada kichkina joylarda ham data. Minerals means that rocks from this place and the period can be dated within the qattiq tosh bo'lgan, qanaqa paytda bo'lgan mana shu narsani bilsa bo'ladi. Kurotgan bo'lsa momentda bor, so Earth's magnetic field to track the date of geological precious water within the thousands of years water. Lekin bitta narsa ahamiyat beraylik. Mana bu narsa to'g'ri kelishiga, fonda kelishiga qaramasdan. Doktor Olison nima qilyapti? Mana bu narsani tanlayapti, chunki bu mana bundan ko'ra effektivniroq deb turib bu hisob kompyuter bermayapti. Bu yerda umumiy mana bu haqida informatsiya beryapti. Faqat berib ketyapti. Lekin nimaga buni tanlaganligi, chunki bu bundan mana bunaqa ustunligi haqida hech qanaqa comparison yo'q bo'lganligini hisobiga. Not given bo'lib ketadi. Nima qilamiz? Qo'yamizmi? Qo'ymaymizmi? Qo'yamizmi? Qo'ymaymizmi? Mayli, qo'yamiz. Each note showed the footprints of dinosaurs offer exact information of the trace left by an individual species. Urayotgan bo'lsa, showed the footprints of dinosaurs ani dotda, ya'ni shu anaqadan dinozavrlar footprintsini ko'rsatgan each note nima qilib beradi? Ya'ni give exact information, ya'ni shuni adinkadan точный informatsiyani beradi. Trace left by individual species taraflaridan qolib ketgan trace haqida точный informatsiya beradi, ya'ni точный. The researchers looked at 18 so-called Ichnotaka, the recognizable type of footprint footprint of dinosaur that cannot be matched dot. Preciously with the species of the animal that left them dot. If what animal left them what no dot cannot be matched dot precisely dot. When it cannot be matched dot yani bu turjima qilolmaydi. Exact information berolmaydi chunki Tomas kelmagandan keyin sama собой точный informatsiya berolmaydi. They can be matched with the general sort of animal. Boshqa narsalar bilan aqllanishi mumkin turib, bu boshqa informatsiya o'qitadi. But they can be matched with the general sorts of animal and those act as an indicator of the fate of that group, even when there are no bones to tell the story. We can find more iridium in the Earth's surface than in meteorites. Meteoritdan ko'ra anaqada, ya'ni Earth surface'da, ya'ni shu yer anaqasida, qatlamida ko'proq iridium ko'ra olamiz deyapti. Ko'proq iridium bor deyapti. Iridium haqida informatsiya fires disappear before the interaction across the boundary 6 minus 5 sasiyon kitob sasiyon. Iridium mana. Iridium is normally rare dot at the Earth surface. What the correct surface Earth surface camera. But it's more abundant dot no meteoritlarda nimaga ko'proq ekan. Bu tilda we can find more. Mana bu yerda ko'proq Earth surface ko'proq topamiz, mana bu yerda kamroq topamiz dot. Atsa xuddi shu narsani naborot beryapti, ya'ni no,
Yettinchi. Bunda уже no more than two words bor. Ikkitadan ko'p gap to'shashimiz kelmasa. Dr. Olsen and his colleagues applied a phenomenon named something. Qanaqadir bitta fenomen apply qilishgan ekan, nimadir nomlangan. Что bu nima qilish uchun? To explain the large size of the eubrons. Ya'ni eubronslar large size ni explain qilib berish uchun. Gameplay resistance, clear volcano eruption, frozen soon, blah blah blah. Increase in size and Dr. Olsen and colleagues suggest that explanation for this rapid increase in size, large size, may be a phenomenon called it ecological release. Voy, shuni olsam berib qo'ygan ekan. Bundoq qilib, bundoq o'ramiz bo'ldi. Shundan javob chiqib keladi. Keyingisi ujini o'tdi. Which is a similar case to that nowadays reptiles invade a place where there are no something. Hozirgi paytdagi nimadirga, ya'ni to'g'ri kelyapti. This is seen today deyapti. Ya'ni mana hozirgi examplega to'g'ri keladi bu ham. When reptiles, which in modern times tend to be smaller creatures deyapti. Rich islands dega boradi, where they face no competitors deyapti. Ya'ni aniqlik ovqatdagi u raqobatchilarni anaqa qilmaydi. Which is similar case to nowadays reptiles invade a place, ya'ni place, ya'ni islandga boryapti. Where there are no, nima bo'lmayapti? Where they face no bo'lyapti. Kimlarni? Computerslarni. For example, on an island called Nomba, indigenous huge lizards grow so big that people even regarding them as yani Kambodjaga anaqalar, ya'ni shu anaqa nima lizardslar ham kamarmida xullas bilinglar qanaqa hayvonligini. Shunaqa hayvonlar nima bo'lyapti, hech kim katta bo'lib ketadi deyapti-da, odamlar uni kimdir anaqa deydi, atiydi yoki kimdirlarga o'xshatadi, kimdir nomlaydi deb turaveradi. Вот, man, Cambodia island, the Indonesian island of Cambodia, which local lizards there have grown so large that they are often referred to as kimda mana qilyapti? Dragons, ya'ni ko'p yani dragonlarga o'xshatilinadi deb turaveradi. Молодец. Bu oson ekan, menimcha oson qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Unaqa explanation shart emas ekan. Inshaalloh keyingi videolarda passage 2, undan keyin passage 3 qilib tugataveramiz mashg'ulotga. Kuzatishda davom etinglar.